vallahi meni qo'yiversiniz. Seni qo'yatamdan uxlab tushing. Men seni turmaga solib, qattiq azob chektirman. Unda qilmang, meni qo'yiveting. Meni qo'yiveting. Men seni solab qo'yman. Bir umr saloq deyatsan. O'zingiz chiqolmasangiz uni qanday so'laysiz? Uxlang, ha? Qaramachiq sochboshga qarab tur. Men hamma bir kuni bu yerdan chiqib, sening adibingni berman. Barliq jinoyatchilar diqqat. Qiyon turmisi birinchi darajalik muhofaza qilish holatiga kirdi. Saralash uskunalari echildi. Hujum holatiga o'tdi. Uchish oldingi siniqi tamomlandi. Do'klat boshliq, oxir yo'lda yomg'ir to'yib sujib qolib, qiyon turmisi buzg'unchilik o'chirdi. Yordam talab qilamiz. Havo armiya qismi, avval yo'g'on metro tashlariga zarba beringlar. Yerdagi xodimlar, dengiz liniyasini qamal qilinglar. Jinoyatchilarni qechib ketishdan saqlaninglar. Qaramachiq sochboshliq, men keldim. Qora mushuk soqchi boshlig'i. Do'klat boshliq. Biz kontrol qilib bo'ldik. Qochqan mahbuslar bormikan? Tashrif qilinglar. Xo'p boshliq. Do'klat boshliq. Sharqiy rayon normal. G'arbiy rayon normal. Shimoliy rayon to'xtab. Chatoq bo'ldi. 618 nomerli mahbus qochib ketibdi. Yolg'iz quloq qochib ketibdi. Nima? Bütün kuchinglar bilan yolg'iz quloqni tutinglar. Xo'p boshliq. Osmonda chaqmoq chaqish bilan birga Botur ham ulug' yolg'iz quloq og'ir turimda qechib chiqdi. Og'ir qechib chiqdim. Yaxshi bo'ldi. Qaramachiq sochboshliq, nochi bo'lsang gaping tutmasa. Do'klat boshliq, yolg'iz quloqni bayqiroq. Qo'lga ko'tar. Taslim bo'l. Nomussizlar. To'xta. Do'klat boshliq, yolg'iz quloqni bayqiroq. Qo'lni ko'tar. Taslim bo'l. Qo'lga. Qo'y qo'rbalıqni izlashmakla xatarlik. Piyodalik izlaylik. Tarqilinglar. Peqirqiya turimizda qechib chiqqan tursam, sizlardek nechib kichik mushuklar meni tutalamdilar. Men sakrayman, men uchalayman. Yolg'iz quloq, joyingni jib tur. Sakrayman. Qochqiningni ko'ray. Joyingni jib tur. Bu neymiş? Zat neymiş? Bu nima? O qani? Bu qanday ish? Sen kim? Bu yer nim qilsan? Bana onun nədlikini dəbbə. Do'klat boshliq, salayda iniq bo'lmagan bir aylan bayqaldi. Ben sendin. Ben sendin yana bir qatim so'ray. O'chki doktor qani? Men o'chki doktorni bilmayman. Men uni tonimayman. O sisiq mushuk. Yolg'iz quloq, taslim bo'l. Dada saqchi keldi. Qaçma, yolg'iz quloq, qaçma. Men keldim. Yolg'iz quloq. Voyay. Bu yolg'iz quloq suratkiga o'xshamaydi-ku.
Ördek? Hey, kim meni yolg'iz o'rdak deydi? Men yolg'iz emas. Nima? Yana ördek bormi? Men ördek piga eng o'sh. Bir tal ördek ham bir to'p mushuk. Sen bizni bir tal o'rdak bilan bir top mushuk deb qolganmida? Yana nima bor? Tayyorlan. 眼睛瞪得像铜铃右边，射出闪电般的机灵，耳朵竖得像天线，左边听，的一切可以听你声音。那是的。Boshliq. Kim? Shundoq. Men soqchi idorasining boshlig'i, qora mushuk soqchi boshlig'i. Mening o'tkelishimga qarshi chiqqanlarning hammasining advini beraman. Vaqt qimmatlik. Darhol taslim bo'l. Oyay. Oyay. Tez qo'linglar. Kela. G'alati maxluq. Men keldim. Endi ne qachalaytding? Apandi, men bilan soqchi idorasiga bir berib keling. Meni tutmoqchimi? Boshliq. Qaçma! Sida, qizil ranglik ogohlantirish signal taqdinglar. Barliq chiqish egizlarini qamal qilinglar. Soqchi boshlig'i qizil ranglik ogohlantirish signalining darajasi eng yuqori. Yolg'iz quloqning buzg'unchilik Yolg'iz quloq emas. Bizning bu qatimliq raqibimiz. Yolg'iz quloqdek bunda oddiy emas. Endi yangi xabar anlatamiz. Bugun sahar o'rmon dengizi keng ko'lamli oqqor yomg'irning hujumiga uchradi. Buning ichida qiyat turmasi ig'ir buzg'unchilikqa uchradi. Yolg'iz quloq qismlik bir mahbus turmada qochib chiqdi. Hozir soqchilar butun kuchi bilan izlayotdi. Navada yolg'iz quloqni uchratquchilar bo'lsa, darhol soqchiga ma'lum qilinglar. Hargiz uning bilan yolg'iz ilishmanglar. Piu! Ozan, nima qilyapsan? Men o'rganish qilyapman. Nima o'rganyapsan? Nimaning qalva? Men qandoq qilsa qarmish soqchi boshqa bo'la oladiganligini o'rganyapman. Voyjon! Oppa, kechiring. Bugungi noshlik ajab mo'lg'u. Albatta, sen qo'sqin to'yganda andan takror sinfga bora olaysan. Nemishqa tuyuqsiz ishtoyim tutilib qoladi. Balam, sen boshlang'ich maktabda yaxshi o'qimasang, o'rta maktabda qiynalib qolasan, o'g'lim. Nemishqa hamisi o'tir maktab bo'ladi. Chunki oliy maktabga o'tolmaysan. Biroq mening soqchi bo'g'im bor. Soqchilar askablarni tutishga mas'ul bo'ladi. Nemishqa chuqur tirishib o'rganish kerak. O'g'lim, yaxshi o'qimasa qandoq dilo ag'dirg'ili bo'ladi? Dilo ag'dirolmasa qandoq Kun bo'yi takror sinfga berishning hojati yo'q-ku. Menmi sana yaxshi bo'lsin deyman, gapimni angla. Bo'ldi. Men yana yeydigan yaxshi narsalarni akiray. Sando, men sal turib darajadan tashqari yaxshi bir o'ynaydigan joyga boraman. Senmi boramsan? Biroq men yana takror sinfga berishim kerak. Sen cho'qing'iching bilan 0 orliqda uchirishni xohlamsan? Cho'qing'ichi? O sen. Shundoq. Guldirmam soqchi idorasining boshlig'i qora mushuk soqchi boshlig'i. Bojum, to'xta ko'rishaylik ko'rishaylik. Oppa men ketdim. Nimandoq sahar takror sinfga borasan? Voy onam-ey, bizning senda oxir ish yo'qidigan bo'pti.
Yerdikisi qurilish avansiya mozi butunlay o'ngishliq bo'ldi. O'g'illikka ko'pchilikka rasmiy elchi etiladi. Shundoq. Moziyda nurg'un ushqur jisimlar ko'rsatib qolmay, yana nurg'un azam boshqa tajribasi elib berildi. O, uchish uskunlari. Ha, men bu yerni ketadigan amal topdim. Ha? Ey, Beyli o'xshaydigan-ku. Saqchi boshlig'i, men yordamlashib jamiyatimizning yo'qolib ketgan go'harini tepish bag'iningizga rahmat. Ha, tutuq qilmang. Bu mening xizmatim. Saqchi boshlig'i, sizning jinoyatchini tutgan to'rqingiz bak kelishganki. Shundaqmi? Telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz bo'lamdi? Albatta. Mening telefon nomerimni esda saqlash oson. Nomeringiz? 110. Boshliq, siz bek oldirish o'xshaysiz. Bo'ldi, sizni avval qilmay rahmat, xo'sh. Boshliq, cho'qing'ichilaringiz bargan sir ko'payib ketibdi. Shida, qiyot turmusning ahvoli qandayroq? Yolg'iz quloqdan boshqa barliq mahbuslarning bog'liqi jazmlashtirildi. G'alati ish. Heliqi darajadan tashqari qobiliyati bor maxluq zodi nadin kelgandi? Haris boshliq, biz bir meteorit tashdan yolg'iz quloqning oyoq izini topdik. Yana bir guruhda gumonliq oyoq izimi bor. Uning salohiyatini aniqlayolmadik. Biroq atrofidan olam kemasining partisi tepildi. Acaba o bo'shliqdan tushganmidi? Doklad boshliq. Yolg'iz quloqni ko'kalab bayqaldi. Yolg'iz quloq? U nadikan? Oldi tarafda aviasiya muzeyida. Darhol yo'lga chiqib jinoyatchini tutaylik. Xo'p, boshliq. Sendo, biz keldik. Dajuan, qarmishik soqchi boshliq bu yerda nima qiladi? Sen yana meni aldabsan, ha? Men sana muzeyga birga kelayli degan, ichida nurg'un yaxshi o'ynaydigan narsalar bor. Sendo kerakli. Muzey o'g'illik echiladi. Biz qandoqmi kiralaymiz? Men yana da tekrar sinfga boray. Shavkiyo biz mongayli. To'xta, Sendo. Qara, bu nima? Oloydi mehmon kartisi? Muzeyning oloydi mehmon kartisi? Shundaq, dodam muzey boshlig'i, buni men o'g'irliqcha oldim. Biz ikkimiz toza bir qong'udek o'ynayli, ha? Dajuan, bunda qilgan faqat bo'lmabdi. Emis sening kirging yo'qganda. Bu. Sendo, qandoqkan? Qaltismikan? Yana tekrar sinfga boramsan? Men endi muzeydagi darajadan tashqari tavakkilchi bo'lmoqchi. Buningdimi yomonlari bor deyxi. Dadam bu muzeyda darajadan tashqari boshliq kiyimsi yasalgan deydi. Ucholaydigan muzey? Vo'ta qaltisgan. Ey, Sendo, dadam uçqıcha emasmi? Meningcha, u cho'qim uchqur yulduz uchira oladi. Men bu hediyalayman. Sen o'yinchiq mashinani hediya olmaydigan tursan, qandoqmi aeroplan hediyalaysan? Ishonmayman. Ey, bu yumaloq turg'uni nima? Bu ig'irlik kuchi yo'q bo'limcha olam muhitiga taqlid qilib yasalgan. Ey, qara, men uçaladım. Ben qaltisgan. Bu bekli qiziqarliqkan. Bekli yaxshikan. Hey, Dajuan, sen nega borsan? Hey, osh boqa. Bu yerda qandoqsiga boshqa odam bo'ladi. Yolg'iz quloqda qoladi. Shavkiyo, mongayli. Qarmishik saqchi boshqa o'ylab boqmaganda, o yo'lni qamal qilib meni tutmoqchimikan, he? Chiqamsam men yana uchalayman emasmi? Men bakda aqlliqchimi? Bu olam kimsi yana mening bo'lgan bo'ldi. Ha? Bu zan nima? Ko'zing yo'qmi? Menga chaqilgandek bo'ldingmi, he? O'chki doktor nada? Nima o'chki doktor? Men uni tonimayman. Qo'jakanning cho'ng'ishiga daxl qilmagan. Meni qo'yib, meni qo'yib. Shundak. Mening savrimning cheki bor, jumo. Oy.
Meni kimligini bilasan. Men Botir ham ulug' yolg'iz quloq. Meni bo'shchaqlama. Men sana o'zimni ko'rsatib qo'ymanchi bu. Saqlab tur. Sen meni qo'rqib qoldi degan bitan. Aka, sizning ismingiz nima? Nima ish qilsam bo'ldi sizga? Taqa? Manga o'zki doktorning nari ishganligini debba. O'chki doktor? Men uning nari ekanligini bilaman. Bilaman. Meni uning qishig'i apa. Rostda yolg'iz quloqkan. Ular zot nima qilmoqchida qarab boqaylik. Aka, mana bu yerda. Bu nima? Mana bu siz izlayotgan o'chki doktor shu. Bu yer bakda cho'qkan. Elim yaxshi, meni asl qobiliyatim xili yaxshi ekan. Bo'lmasa men unutib qoladim. Biroq aka, siz nima qilib uni istayman? Nima? U o'lib ketdi. Men ming bir jafoda seningda qisos og'il izlab kelsam, darvaqa sen o'lib ketdingmi? Men endi kimdan qisos olaman? Va bu adillik bo'lmadi. Men bu yerda o'lsam bo'lmaydi. Men tek bayatni chiqartirsam. Aka, o'zingizni beso'lang. Bu o'chki doktor o'lib ketgan bo'lsa-mu, biroq siz boshqalarga qisos olsangiz bo'laverdi emasmi? Yana boshqalar bormi? Uchun boshqalar. Chunki o'chki doktor sizning raqibingiz. Bu shaharga kishilar dushmaningizni mushak qo'yib qo'ydi emasmi? Tek uning mushlar yuqori sharaf demadi. Ular cho'qim sherik. Aka, dushmanlaringizning do'sti, sizning dushmaningiz degan gap esingizda bormi yo'qmi? Bu gaplaring o'rinliq. Men qarshilabga ishonmasligim kerak edi. Shunga men butun shahardagi xalqdan qisos olmoqchi. Shundoq, men hozir berib ularning hammasini yo'qdiman. Hey, aka, aldirmang. Mening yaxshi amalim bor. Mening yaxshi bir amalim bor. Qanaqa amal? O'g'illikka bir muzey ichildi ekan. Nurg'un odamlar kelamiz. Biz mush fursatdan foydalanib, bu odam kemisini qo'zg'atib, butun shaharga kishilarni bo'shliqqa chiqarib demoqchi. Qanday deysiz? Qammashingan amal bu. Biroq men yoqtirdim. Xo'p aka, meni qo'yiting. Shundoq yoqtirdim. Chataq yo'q. Menga topshiring. Vaqt kelganda azroq chataq chiqarib qo'ysak, qarmushik soqchi boshqa bu yerga izlab keldi. Men buni aldab akilalayman. Bundoq bo'lganda u menga qaytib kelamaydi. Men bakda aqlliqchimi? Kontrol uyiga berib baqay. Biz o'g'illik uchun azroq tayyorlik qilaylik. Ma'qul aka. Aka, qarag'anda olam kemisini tushundiganda qilasiz-ku. Hel xo'j tushunishgan. Navoda men bo'lmagan bo'lsam, o'chki doktor bu olam kemisini yasayolmaydi. Bu ezlaqlar. Shokyo, biz bularni to'sib olaylik. Aka, biz kontrol uyiga bordik-ku. Nemishqa bu yerga keldik. Sen bu olam kemisini shundoq oson qo'zg'aladi deb qoldingmi? Uning uchun alayli energiya taqtiyi kerak. Akam degan energiya taqtiyi mushkanda. Shuning sababidan men boshliqqa haydalgan. Biroq o'chki doktor, sen mening o'lmayli qolmay, yana texmi kuchib ketganligimni o'ylab baqmisan kerak. Hozir men uningdan foydalanib qisosimni olaman. Cho'q qisos olibsiz. Men taqat qilolmayapman. Men saqlab qolmay qoldim. Navoda u ezlaq energiya taqtisini ib ketsa, butun shahardagi kishilarning hammasi tugishidi. Shokyo, qanday qilamiz? Bo'ladi. Sen ularni eziqtirib tur. Men berib energiya taqtisini o'g'irlab kelay. Sida, jallob sesimizini qo'zg'atdim. Bu yerni ishkantirlang. Doklad boshliq yolg'iz quloqning oyoq izi bayqal. A guruhga mushada qilinglar. B guruhga orqa ishim to'singlar. C guruhga men bilan menglar. Xo'p boshliq. Dertor, yo'qolmashin odam. Xo'jayin ishimizni qilgan muhim ishlarimiz bor. Ishga qo'shimiz bir. Bilaman, bilaman. Ishga qo'shimiz 3. Albatta bilaman-da, pek osonka. 5 kalva. 24 qo'shimiz 28. 52. Men bir olim. Nochi bosam 3 xonlik sonda paqa. 134 qo'shimiz 2
tutib tur. Buni 134, 250. Aka, men sizga yordam qilay. Qo'l bilan sanab bo'g'ilib bo'lmaydi, shundaqmi? Shundoq. Menga yordam qilgan bo'lsang, rahmat senga. Men sizga yordam qilay. 4 yetini ko'paysak 29, 3 yetini ko'paysak 51, 4 yetini ko'paysak 11. Xata. Tapdim 391. Kim seni mendan tez hisoblasın debdi? Aka, qaçdı. Aldınıp toq. Onu tut. Ma'qul. Qutuldiringlar. Ay, odamchi. Qaçalayman deb qaldingmi? Shakichik, qo'lonkinasini yoshlik bilan topshir. Qarag'anda jon tikib kelishiga o'xshaymiz. Yürüken xeli cho'nkan juma. Qaçdı. Ne ketgandi? İzdigan narsangni topaladingmi? Az qoldi. Xotirjam bo'g'at, az qoldi. Shundoq, sen qochamaysan. Qarimish sochi boshliqi. Vaqt qimmatli, tez taslim bo'l. Qutqizinglar, aka. Nima? Qarg'oni sen o'rmonlikdagi hiliqi sirli maxluq o'xshaysan. Sen kim? Aka, u degan bizning ancha dushmanimiz. Qarimish sochi boshliqi degan shu. Nima? O qarimish sochi boshlig'i mening planimni buzganlarning hammasining adabini beraman. Shunday. Sen bu yergasan bu. Tutib oldi. Qutuldiringlar. Qaçma. Doklat başlıq, qarşı tərəfdən iğırlıq gücünü özgərtəməydiği iqtidar Bu var. aviasiya muzeyi cho'qim ig'irlik kuchi yasaydigan narsa bor. Sizin saat 12 yönüşünüzdə bir iğırlıq gücü bölümçüsü var. Dal o'zi ig'irlik kuchi bilimsini qo'ldanlar. Hop başlıq. Mana bu sening amaliy kuching. Kechirgin, men hayron qoldirishga eng mahir. Bu ig'irlik kuch bilimini kontrol qilinglar. Hop başlıq. Biz endi barobar kuchlanishgan bo'ldik. Nima? Ig'irlik kuchi asliga keldimi? Men seni jamoat bexatarligiga xavf yetkazdi deb qo'lga olaman. Qandoq gaping bo'lsa, soqchi idorasiga beribdi. Ablah, sening suiqasding ishga oshmaydi. Qarimish soqchi boshliqi chuqumsini aytib buni berdi. Qarimish soqchi boshliqi balkim akam uni mag'lub qilib qo'ygandi. Sen mukishmak o'ynashga omroq eding-ku. Bugun men sen bilan yaxshiroq o'ynay. Yaxshiroq o'ynay. Oyay. Sen kim? O'yin faqat o'ynashni bilgan. Mahsanda sen teqdarsan chiqib ketdingmi? Nimada ochiq yomon xotin bu? Akbal chataq, men darhol qaytishim kerak. Qachay. Yana bir qatim silishib boqayli. Mening oldimda qitish undan oson emas. Aka, mana nima bu yerda? Yaxshi qildim. Mendan aqlli qadam yo'q. Qarimish soqchi boshlig'i, biz yana ko'rishib qolamiz. Xo'shamsa, mushukchaq. Qarg'ani bu qatam cho'ng ovorsizlik uchirdik. Men keldim. Boshliq, yolg'iz qaloq, midirdima.
Yalğız qalaq. Dada saqchi, ular qochdi. Ular qechib ketdimi? Men ularni tutib olaman. Dada, ishtining. Bayatı aldırıp işkidən çıxıb almışırışını unutub qapdı mən. Shida, bir narsa bayqadingizmi? Men sizning bak kelishga ekanligingizni bayqadim. Yaqindan beri ko'pchilik hammasi shundoq deyishyotdi. Shida, yip uchi bayqadingizmi? Vaqtincha yo'q. Bu sirliq odam hozir yolg'iz quloq bilan billa. Ular birar suiqasd planlayotgandek his qilyapman. Ularni cho'qim tutish kerak. Biroq ular nimishqa mavzuga boradi? Balkim ular u yerdan bir narsa yoki odam izlayotgandi. Shida, qanday siz muzeyni qanchalik tushunasiz? U bir cho'ng olam gemisi. O'shki doktor qurgan. Odatdagi fuqarolarning olam xiyolini amalga oshirishiga yordam berish uchun qurilgan. 60 yil avval o'shki doktor hamrohi orangutan doktorni elib boshliqqa ma'lum. Ayni yili men o'shki doktor bilan bu arzuni amalga oshirish uchun boshliqqa billi borgan. Boshliqqa atayin yangi energiyani izlash uchun borgan edi. Sizlar bilib bertgansizlar-da. Amsa aka, siz nemishqa boshliqda qilib qolgandingiz? Nim soatdan deb bergan. Hammasi o'shki doktorning ishi. U menga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lgan. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Birodar, orangutan doktor, biz topdik. O kimini qo'zg'ata oladi. Boshliq soyati endi tushamas. Doktor Bashtab, biz energiya taxtini topdik. Sizni tabriklayman o'shki doktor. Siz olam to'g'riliq izlaydigan, siz bir qahramon. Biz qalbi qildik. Buni billi bayqidoq. Nemishqa to'p yolg'iz uning bo'ladi. Men qahramon, men degan bir avangard. Men qahramon. Shundoq, akamga avangard. Andicho, qanday bo'ldi? Energiya taxtini o'g'irlashni qaror qildim. Avval yer sharga qaytib keldim. O'ylamag'an yerdan. O mening bo'ldi. Men yer sharga berib, insonlarning qahramoni bo'laman. O qasdan zaharlik energiya taxtasini qutiga sep qo'yibdi. U menga ziyonkashlik qilmoqchi bo'pti, biroq u maqsadiga yetamadi. Biroq men o'lmayli qolmay, aksiga texnik kuchlanib ketdim. Shundan tortib, men har kuni yer shariga qaytib, qisos ilishni o'yladim. Keyin menga oxirgi fursat bo'ldi. Bir qatimliq oqar yulduz yomg'iri mening 60 yildan buyongi sargardonligimni oxirlashtirdi. Sizning ahvolingiz menikidan nachar ekan-ku. Aka, sizning bunday qilganingizni o'ylab boqmadim. Tushunaman. Shunga bizning hozirdan tortib qilmoqchi bo'lgan ishimiz. Akamga yordamlashib qisos elish. O'shki doktorga cho'qindiganlarning hammasiga olamning ta'mini tetitib qo'yish. Ya'ni-chu. Yana har qanday badal to'lashni qo'rqmay, bizga to'solg'i bo'lgan qarmishlik saqchi boshqini joylab etdik. Ya'ni-chu. Yana bormi? Darhol hiliqi bolani topayli, energiya taxtini qaytib kelayli. Shundoq. Bu eng muhimi shu. Ma'qul. Men yo'lga chiqdim. Men hozirla borman. Diqqat qil. Aka, ansirman. Men cho'qim vazifani tugitalayman. Menga ishini. Oyay. Qiyodin ehtiyot qil degan edim. O'shki doktorning eng yaqin hamrohi orangutan doktorning boshliqda yo'qolib ketganligini o'ylab boqmabdiman. Shuning bilan qattiq zarbaga uchirgan o'shki doktor olam boshliqiga chiqishga jur'at qilolmabdi. Shuning bilan hozirgi olam qatnashishi muzeyi bo'lgan ekan-da. Uning bizning dilo bilan qanday munosabati bor? Shida, o'shki doktorning olam boshlig'ida g'oyat zo'r energiyasi bor. Energiya taxti bayqaligi esingizda bormi? Boshliq, siz Boshliq. Oyay, chataq bo'ldi boshliq.
Muzeydagilar muhim bir narsa yutib ketdi deydi. Muhim narsa yutib ketibdi. Energiya taqtiyi? Men deb bo'ldimmi yoki deb bo'lganimni unutib qoldimmi? Esimni ko'tarilib ketdi. Shida, darhol jazmlashtiring. Xo'p, boshliq. G'ayrat ish. Ekranda ko'rsatilishicha energiya taxtasi ulanib qoldi emaskan. Nima? Acaba ayni vaqtda naq maydonda yana boshqalarmi bormidi? Ey, 110 mu? Men dilo ma'lum qilaman. Kechiring boshliq, o'g'lim bek kapsizdi. Qalamqon telefon uribdi. Men uni cho'qim yaxshi adablayman. Oppa, men rost gap qildim. Bir ablah buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan. Qarmish soqchi boshliqqa menga ehtiyojliq. Ishonmasang? Topshiriqing sana muhtoj o'g'lim. Sendo sening qarimish soqchi boshliqiga cho'qindiganligingni bilaman. Biroq qo'g'lishning bir cheki bo'ladi-da. Sen mening yavash o'g'lim-ku. Men bir e'lon cho'plamoqchi. Bo'ladi. Men qo'shildim. Oppa, siz meni qarmish soqchi boshliq uchun ishlashimga qo'shildingizmi? Men sening 2 tal e'lon choplashing qo'shildim. Mana bu chek. Endi ishda erishishga ruxsat yo'q. Yovashlik bilan topshiriq ishla. Hey, kichik hikoyani yaxshi o'qidim. Qarag'anda til adabiyot takrorining foydasi bo'lgan o'xshaydi. Shovku, biz cho'qim amal qilib eliq ablahning suiqasdini qarmish soqchi boshliqqa deyishimiz kerak. Bu yerda yo'qkan. Bu yerdami yo'qkan? Bu bolabakli chechanka jimo. Soda ne qo'ygandi? Sen nima uzdag'otsın? Albatta energiya taqtini zotimda. Hech yerda yo'qkan. Uni ne qo'yganligimni deb beramsan, ha? Men albatta bilaman. Yolg'iz quloq. Sen yolg'iz quloqmi? Shundoq. Kichik do'st, yavaşlik bilan narsani topshir. Men seni omon qo'yaman. Ablah, men senga hargiz bermayman. Qochqiningni bir ko'ray. Oy! Yana sen? Yerim kechidimi o'yindinglarmi? Balamni iziq turishingga endi ruxsat yo'q. Oppa, siz bir qolsa? Yana senmi ba? Ozroq xoshamat qilib tez uxla. Yana takror sinfiga borasan. Yurikkan xeyli bor ekan-a? Yana kelishib o'tinibsan. Yaxshimisiz? Men qarimish soqchi boshlig'i. Avvar qildim. Mavsando uyda bormi? Soqchi boshlig'i, men Mavsan bu. Men sizning cho'qing'ichingiz. Soqchi boshlig'i, oxiri sizning köyda men sizga cho'qinaman. Mavsandoda muhim bir yupuchi bor edi. Heliq ablah darvaqa yolg'iz quloqqanda, men uning yaxshi narsa emasligini bilgandim. Ma opa, ahvol bak jiddiy. Men cho'qim Mavsandoni soqchi idorasiga olib borishim kerak. Oxir cho'qing'ichi bilan bilib bo'lgan fursat bo'ldi. Bo'ladi. Men darhol uning narsa keraklarini yig'ishtiray. Birdan turib soqchi idorasiga boraman. Boshliq, sen uning oldi yaxshi xabar e'lon. Xotirjam bo'ling. Men uning holidan yaxshi xabar olaman. Sizlar mushada qilinglar. Sal turib u yana paydo bo'lsa, darhol qo'lga elinglar. Xo'p. Sizlarga topshirdim. Vosh oppa! Mavsando, bugun atigan sen muzeyga bordingmi? Shundoq boshliq. Men yiliq ablahning qo'lidan muhim bir narsani totib oldim. Shovku. Darvaqa bu yerda ekan. Asli bu yerda. Mavsando, darvaqa soqchi bo'lsang bo'lg'udak. Albatta. Mening orzuyim qarmish soqchi boshliqdek botir bo'lish, ko'pchilikni qo'g'dash. Sando, botirligingni taqdirlashga arziydi. Biroq kelar qatam xatarga tavakkul qilmay, meni izda. Bo'lamdi. Bo'ladi. Sen u ichki ablahning energiya taqtini nemish o'g'irlaydiganligini bilamsan. Ular cho'qim bir suiqasdni planladi. Ular olam kemisini qo'zg'atib, butun shahardagi kishilarni olamga qo'yib etmoqchi ekan. Darvaqa shundoq ekanda. Soqchi boshlig'i qarang. Shida,
Ata energiyani Saqchi idorasi tadqiqot markazining 2-qavatiga 595 nomerlik bexatar sanduqqa sep qo'ying. Faqat energiya taxti saq-salomat bo'lsa, ularning suiqasdi amalga oshmaydi. Saqchi boshlig'i, anglasam, siz yilqi energiya taxtini tepapsiz. U emasmi? Boshliq. Başliq, men bayatdan ko'rdim. To'g'ri. İştininiz qandaq ish? Bayatda oldirib shu, yana unutib qoldim emasmi? Almashtirishni unutib qoldim, sat bo'ldi. Başliq, yolg'iz quloq sir tikan chuqur planimizni anglab qoldi. Bilaman. Shuni anglasın deb degan. Tushundim. Boshliq, siz ularni to'rg'a o'zi tushsin demoqchimi? Başliq, isim keldi. Men bayatdan yolg'iz quloqni ko'rdim-ku deyman. Aka, men qaytib keldim. Yiliqi balini topaladingmi? Tapdim. Albatta tapdim aka. Men yana uni Azazul apsi bilan urushib keldim texe. Demak, narsa qo'lga tushibdi-da. Shu qarmushki saqchi tutib ketdi. O yarmas. Biroq aka, men uning o'rnini bilib oldim. Faqat ata energiya taqsiga erisha olsak, bizning o'g'illikdagi planimiz amalga oshadi emasmi? Sen qanday qilmoqchi? Men endi ishga ishonchli yordamchi topmoqchi. Ata ular qalamqanchilik chiqarib, qarmushki saqchi boshliqni saqchi idorasidan elib chiqadigan bo'ldi. Biz anda kirsak bo'laverdi. Aka, vaqt kelganda senda chiqdim, dong qilib qo'ysanglar bo'laverdi. Saqchi idorasi anda bizning bo'ldi. Saqchi idorasiga biz hukmronlik qilamiz. Sen jazmlashtiralasan. Men ish bichirsam siz xotirjam bo'ling. O'z ikisi yangi shogirdlarim. Chiqinglar. Tez kelinglar. Kelib akam bilan ko'rishinglar. Oksi, nayti bir orangutan ekan qo'shu. Men avval deb qo'yay. Bizning haqqimiz bekda qimmat. Nech pul olamiz? Karta olmaymiz jimo. Avval berdigan pul 20 ming kam bo'lmasi kerak. Texa akamla bahatalashmoqchimi? Yoshqonlar kamidimi nima? Maymun, orangutan aka boshqalarning diqqatini jalb qilish, raqobat kuchi bor xizmat. Biz uningga eng usta. Oldin topshirdigan puljo. Pulning gapini qilsak hayotimizga daxli yetadi ekan. Yo'q bo'ldi. Pulning gapini qilmaydi. Akam uchun ishlaymiz. Bu shunday oddiy. Akam ishimiz jinimiz fida. Bu shunday oddiy. Doklad başliq, energiya manbasidagi ish tugadi. Tushundim. Ata, plan bo'yicha ish qilaylik. Başliq, sizga eg'irlik kuchini kontrol qilish qurilmasi qurashtirilib bo'ldi. Bu nima? Sirliq odamga taqobil turadigan maxfiy qurol. Sirliq odam raqibining eg'irlik kuchini o'zgartiradi. Faqat mush eg'irlik kuch kontrol qilish qurilmasini ishlatsak, biz uning darajadan tashqari kuchini buzib tashlay olamiz. Biroq buni qandoq ishlatadi? Mutlaq eg'irlik kuchi bir bo'lsa, biz odatdagidek turamiz. Biroq mutlaq eg'irlik kuchi 0 bo'lgan ahvol ostida biz eg'irlik yo'qotish holatida turamiz. Bildim. 0 bo'lganda biz uchimiz. Hozirgidek shundoqmi? Saqchi boshlig'i, bu qurilmaning cheki 8. Biroq meningcha ishlatadigan fursat qolmadi-ku deyman. Amisi men 8ni bossam qandoq bo'ladi? 8 eg'irlik kuchi seni tez suratda tushiradi. Biroq bu salomatlikka bak ziyonliq. Faqat uchiqishlarni tarbiyalaganda ondan ishlatgili bo'ladi. Bo'ldi sendo. Berib, uxla, Boshliq, men aytga harakatga yordam qilsam bo'lamdi. Rahmat sana sendo. Sen hilmo bizga xeyli ko'p yordam qilding. Endi mening vazifam bor. Men cho'qim sizga yordam qilaman. Men sizning taridan tashqari cho'qin qilchingiz. Amsi meni qanchalik tushunasan? Qarmushki saqchi boshlig'i Shiryulduz sirkimidan qon tipi A 8-oyning 8-kun tug'ilgan. Quruqlikdagi eng yomon 9 saqchining biri. Qarrangni yaxshi ko'rdi. Eng chong qiziqishi eskilarni tutish, beliq tutishga eng usta. 14 yoshida Xalida doktor bilan jang qilib nom chiqargan. Nima? Boshliq, sizning sachilik obyektingiz bormi? O sachilik obyekti. Atayin harakat bor, tarqilinglar. Ras, senda ishik oldida yo'g'on bir posolka bor ekan. Senamiki? Opa mening karvat talaydig'imni bilib, cho'qimi karvat avatgan gap. Keldi. Oyey. Karvatang xeli alaydi ekan, Apasini topshiriq ishlashni unutib qolmasin deydi. Ben köş bo'lib ketdi, men yana kirib uxlay. Sen nima ishga menga agishib olasan? Keyin sizda qahramon bo'lish uchun
Men hozirdan boshlab o'rganishim kerak. Orzuying bo'lishi yaxshi ish. Amisi menga bir qancha amal yo'qtib qo'yib. Hey, bugun kech bo'lib ketdi. Amisi birni. Bo'lmaydi. Ablaqlarni qo'lga olsak men qaytib ketaman. Bo'ldi, sizni ko'rib rozi bo'ldim. Yana qandoq bo'lsa bo'ladi. Endi amis tugidi. Bo'ladi. Amisa bir ne? Pek yaxshi bo'ldi. Etishmi yoki chelishmi? Yapatga chiqarish. Men bunimi qilolmadi. Men darvaqa soqchi bo'lishga mos kelmaydi ekanman. Sen shundoq tezla orzuyingdan voz kechamsan? Boshliq, buni siz qanday qildingiz? Nishonni obdan qarg'a olasan, ondan atasan. Nima? Qanday otdingiz? Qarg'a og'anda cho'qim astoydil bo'lish kerak. Otqanda o'ziga ishonish kerak. Ko'zing bilan hukm qilmay, yurking bilan his qil. Orzuying nishonni yaxshi qarg'a elish. Nishonli qarg'a elish, ixtiyorsiz etish. Hozir ushqur mashina bir oyunda yo'qolib ketdi. Soqchi taraf harakatga keldi. Keng xalq amisi bexatarlikka diqqat qilinglar. Soqchilar keldimi? Aka, ular bek qiziqgan. Tashlab bo'lamidiq. Edim, yuz xotir qilmay, o'zing ko'z qo'ygan. O'yin boshlandi. Bunun hemen dit bak. Kichkina o'ltirib Benapsinor bizni to'salam de. Harakat qilmag'ili baksa uzun bo'pti. Nimaga misaldaysan? Tez bo'l. Xo'p aka, ma'qul. Aka, musha shu. Narsa qani? Qandaqsiga yo'q. Dal musha to'g'o. Inoq musha shu de ismdi. Siz qo'rqqan. Bu qandaq ish? Men sizlarni saqlag'ili bak uzun bo'ldi. Qarimichik saqchi boshliqi. Bu yerda osmonda tur, yerda qopqon qurildi. Sizlar qochamaysizlar. Taslim bo'l orangutan doktor. Shundoq. Menga orangutan doktor. Kichikmish qaraganda men seni bo'sh chaqlabdiman. Biroq sen meni yolg'iz tutolmaysan. Bo'lmasa biz sinab baqayli. Mening nomim bekor chiqqanmi yoki chiqmaganmi? Qani qarab baqayli.
Aka, ahvol chatoq. Aka, siz nimaga qoldingiz? Endi qanday qiladiganligingni bir ko'rib boqay. Aka, chatoq bo'ldi. U bir xalit narsani tutib oldi. Demiş qamichi mayarliman. Ay. Men sening to'pangni oshirib qo'yay deyapman. Arden bo'lsa meni qulog'im bor ekan. Kechiring boshliq, kechikib qoldim. Yolg'iz qaloq. Senmi? Ay. Mavsendo soqchi keldi. Mavsendo diqqat qil. Shavku. Qari mushuk soqchi boshlig'i, senmi darvaqa? Orangidan doktor, nemish shahrimizdagi hamma kichik ziyonkashlik qilmoqchi bo'lasan? Sen darvaqa planni bilib qolsan-da. Sen yo'qolib ketgandan keyin o'chki doktor boshliqqa berib boqmadi. U seni saqlayotdi. Undoq bo'lsa nima bo'pti? O yana texi hamma kishi hurmatlaydigan olim bo'lmoqchi emasmidi? Men bir xalit maqsadga aylanib qoldim. Men rozi emas. Men hammog'larga azobning ta'mini tetitib qo'yman. Onda bu yana xalit maqsad dunyosiga aylantirib qo'yman. Bularning hammasi seni bo'ysundirishdan boshlanadi. Soqchi boshliqqa qiynaling. Men faqat raqibni xato talabsan demoqchi. Bu mumkin emas. Mumkin emas. Bu qurilma maxsus xatarlik buyumlarni saqlash uchun ishlatildi. Qanday hujum qilsangmi, buzilmaydi. Sening planing muddatdan burun oyoqlashdi. Aka, men taslim bo'l. Qari mushuk soqchi boshlig'i, men hargiz taslim bo'lmayman. Men qaytib kelaman. Soqchi boshlig'i, bu sizning 14 yoshingizni tunji qatim g'alati maqsad bilan jang qilib erishgan medalingiz, shundaqmi? Kichiksan da. Sen darvaqa soqchi boshlig'ining darajasidan tashqari mastan ekansan. Shundoq. Hozir uning yangi xo'jayini bor bo'ldi. Men? Bek yaxshi bo'ldi. Qaltis, kichik qahramon Mavsendo, sen bek kelishgan juma. Buningdan keyin meni Mavsendo soqchi boshlig'i deb chaqiringlar. Nima bo'ldi sendo? Soqchi boshlig'i, sal turib taqasangiz bo'lamdi. Men mukofot taqaqanda opamning bo'lishini bekli umid qilardim. U cho'qim menda faxrlanadi. Albatta. Mavsando. Mening yurak boram. Men senda faxrlanaman qo'zam. Men sizning qo'llaydiganingizni biladim. Albatta. O'tgan qitimliq sinoqda sen sinf bo'yicha birdan-bir to'liq nomer olgan o'quvchi. Seni taqdirlash uchun ati muzeyga olib o'yintib kelishni qaror qildim. Rahmat soqchi boshlig'i. Xo'sh. Ati darsga bormasangmi bo'ladi? Xo'sh bo'ldingmi? Biroq oppa, mening medalim. Biroq atki topshiriqni bugun cho'qib tegitishim kerak. Medal taqdish marosimi buzilib ketdi-ku. Boshliq, meningcha Mavsando degan soqchi boshlig'i pakla qiziqgan juma. Senmi shunday qarabsan? Shundoq. Uni ko'rib, sizning kichik vaqtingizni eslab qoldim. Aqlli, botur, odamni ansirtadigan shu. Boshliq, endi yolg'iz quloqni qanday bir taraf qilamiz? Shida, biz ularni atqiya turmasiga olib berib, muhofazatni kuchaytiraylik. Bo'ladi boshliq. Muzeydan telefon keldi. Atga boshlash marosimi vaqtida elib beriladi yo'q deb so'rayotdi. Bo'ladi. Men energiya taxtasini o'zim oparaman. Boshliq, atda yolg'iz boramdiq. Xotirjam bo'ling. Atda muzey cho'qim qizib ketdi. Shundoq. Meningmi ko'gim kelib ketdi. Shavku, sana bir ish bo'lmaganda, men tezda seni o'ngshab bo'laman. Hammani qilgan yerlik eski choshqon.
Faqat energiya batareyasini solsa qo'shimga kelasan. Energiya batareyasi-chi? Qandoqsiz yo'qib ketgandi? Acaba soqchi darsda qolganmidi? Chatoq bo'ldi, yolg'iz qula. Qarg'anda u qochmoqchi o'xshaydi. Bo'lmaydi, men darhol soqchi boshliqqa xabar qilay. Sando! Yolg'i chiqayli. Qani? Bu bala cho'qim musiqa berishga oldirib ketibdi-da. Nishan Avasiya musiqa kelay deb qoldi. Soqchi boshliqi! Sando, o nima ish kelgandi? Soqchi boshliqi, saqlab turing. Yolg'iz quloq ula. Yolg'iz quloq. Qarmishik soqchi boshliqi, sen meni bosh chaqlab qolsan-da. Qiyattirmisi meni so'layolmaydi. Bu yerni demayli qo'yay. Sando, ehtiyot qil. Aka, chiqing. Qarmishik soqchi boshlig'i, sen tugashding. Sando! Qarmishik soqchi boshlig'i. Sizlar qechib chiqdinglarmi? Qarmishik soqchi boshliqi, o'ylab boqmagan bo'g'aytingiz. Men sizlarni oldirib ish qilmanglar degandim-ku. Bo'lmasa men bu bolaning bexatarligiga kapolat qilolmayman juma. Meningcha energiya topchi atrofda. Bu balani qutqizman deydi ekansan. Qanday qilishni cho'qim bilasan. Bu balani qutuldirapsiz yoki butun shaharnimi? Tanlash qarori sizda. Qarmishik soqchi boshliqi. U balani qo'yvat. Qo'yvat. Sen bak hamoqatgansan. Bu bizning ayibsiz kuchli qarmishik soqchi boshliq emasmidi? Odat beklam ko'ranglik ketibdi-ku. Yo'lga chiqayli. Ma'qul aka. Soqchi boshliqi. Chidab turing. Men hozirda sizga yordam qilaman. Qarag'anda u mening yordamimga bakarak muhtoj o'xshaydi. Men yaxshi kishini oxiriga chiqay. Yo'q, soqchi boshliqi. Bugun o'rmon shaharimizga tabriklashga arziydigan bir kun. Mo'zi bugun atigan soat 11 da rasmiy ichirildi. Mo'zi tarafdan ilishimizcha alayli bir murosim tayyorlabdi. Ekskursiyaga kelgan shahar aholilarini cho'qim umidlantirmaydi. Hamsi birlikda Mo'zining ichilish murosimini tabriklaylik. Qozam, bugun seni bu yerga o'ynatqili olib kelgandim. Xush bo'ldingmi? Bova, chiqib o'zingizni mushiyat o'ynag'ingizda. Men bunday ovochilikni yoqtirib ketmayman. Bova, aviyada aeroplan kirgizmisi ekan. Qani. Dada, bugun takror sinfiga bormay, musiqa kelamdiq. Men sening bu yerga kelgan borlig'ini bilaman. Opangga deb qo'yma. Bu erlar o'tirsidagi maxfiyatlik, Erlar o'tirsidagi maxfiyatlik. Anlashimcha soat 11 da alayda ichilish murosimi bor ekan. Qanday murosimdir? Salyut atami. Kunduzda nadim salyut ko'gil bo'lsin, qalba. Sando! Bu bola neh ketgandi. Sando! Bekla avut bo'lib ketibdi-ku.
aka, odamlar kam bo'lgandek turdi o'jmo. Qo'l soladigan vaqt bo'ldi. Xo'p, aka. Aka, bo'yliqqa o'chki doktor emasmi? Yaxshimisizlar? Sizlar bu uchurni ko'rgan bo'lsanglar, bu muzeyning uchirganligini tushuntirib beralaydi. Bu olam kimsi mening qontarim. Shundaqli umrimdagi eng chong vasiyatim. Mening eng yaxshi birodarim Orangutan doktor energiya manbasini izlash jarayonida yo'qolib ketdi. Voh, o'shik terisiga o'rnib olgan ablah. Aynili biz bayqagan energiya manbasini bir qarmoqda qo'shib turadi. Men energiya manbasiga muvaffaqiyatli erishdim. Bir nuqtaga sal qarab, qarmoqni sanduq sep qo'yibdiman. Keyin qarasam, o sanduqni elib, yer shari qaytgan yo'lda yo'qolib ketibdi. Afsus, men uni izlab topolmadim. Asli shundaq-kanda. Senchi men uning gaplariga ishonarmanmi? Xatoliqim uning siyga chiqdi. Navod shuncha yil yo'qolib ketgan do'stim ko'rsanglar, uningga kechirgin deb qo'yinglar. Uning meni kechirishini umid qilaman. Sening bir erish kechiradigan so'zing azobimni yo'qota olamdi. Nurg'on ishlarni to'liqlig'ili bo'lmaydi. Mening nishonim birla, u bo'lsimi qisos ilish. Sistema qo'zg'aldi. Keyin boshliq salohiyati aniqlandi. Olam gemisi 1 minutdan keyin qo'zg'aladi. Qisos ilish boshlandi. Qozam, ya tavra otamda qanda. Ova, nada dengizda yetaveraydi. Dada, biz uçtuk. Bizga ichilish rasmiy haqiqatan qaltis bo'pti. Bekli qaltisgan, yoqtirdim. Biroq siz pek egiz uchib ketgandek his qilmadingizmi? Vay! Andi, akam söz qiladi. Malla diqqat qilinglar. Aka, merhaba. Bugun tabriklashga arziydigan bir kun. Bu olam kemisiga kelganlarni qarshi olaman. Ya, bo'lir turma. Men bugun halokat ishlarini kontrol qilib oldim. Qo'rqdinglarmi? Aldırmanglar. Yani texmi hayajonli ish bor. Bu olam kemisi uçup bo'ldi. Sizlar men ayni yili olam boshlig'ida qolgandek qolasizlar. Buni sizlar qadrli o'chki doktorlardan ko'ringlar. Baba, men dadam opamni endi ko'rolmaydi ekanman. Men qo'rqyapman. Qo'rqma. Men yeni olib bor. Dada, onun gaplari rostmi? Ishonma, bu bir chaqchaq. Bugun aldash bayrami. Belki yaxshi bo'ldi. Undaq bo'lsa men chiqib o'ynab kerak. Xotin, endi bola ikkimiz sizni ko'ramaydigan o'xshaymiz. Xo'sh. Baldiroq bilgan bo'lsam, opamning gapini anglab sen bilan bir kelmaydim. Endi tugashdim. Opa, men xatalashdim. Siz yo'g'on bir erkakningmishqa yig'laysiz. Sen zodi nada? Bu qanday ish? Hammasi mening xatoligim. Sening cho'qinug'uching undaq ojiz emas. Cho'qinguchim, siz hayotmi? Siz u yerda nima ish qilyapsiz? Orangutan doktorning energiya qalpiga solinib qolganligini o'ylab baxmabdiman. Mening jinim qutulib qoldi. Yomanda xatarlik. Siz beqolsizkansiz. Biroq sendo, men hozir yordamingga muhtoj. U tutquchni tatsang, men chiqib ketalayman. Xo'p, vazifani tugishga kafolat qilaman. Ha? Chataq bo'ldi sendo. Tez qoch, portlaydigan bo'ldi. Men qila olmayman. Shida, motorni qo'zg'ating. Xo'p, boshliq. Portlaydigan bo'ldi. Sendo tez ket. Men qila olmayman.
qilamiz? Hozir orangutan bilan yolg'iz quloq butun shahar xalqini tutqun qilib oldi. Biz olam kemasiga qarg'ularcha hujum qilsak bo'lmaydi. Shida xaritini chiqaring. Yadroliq xarita kontrol uyida faqat shu yerga kirgandala sistemani kontrol qilib bo'ladi. Ondan olam kemasini qaytarib akagilib bo'ladi. Biroq kontrol uyini hozir orangutan bilan yolg'iz quloq egilib oldi. Bu hozirgi birdan-bir amal. Baxatarlik bo'lsa-mu berish kerak. Saqchi boshlig'i, sen bu Bo'ldi, o'nsirmanglar. Men aeroplay deb sizni qo'g'dayman. Sando, hozir chaqchaq qiladigan vaqt emas. Rost, dadam ushquchi. Bu qatimqi vazifa baxatarlik. Men bexatarligingga kafolat qilmayman. Unutib qolmang, boshliq, men sizga 2 qatim yordam qildim. Aka, bu qitimqi plan pekla o'ngishli bo'ldi. Yana 8 minutdan keyin olam kemasi yer shardan ayrildi. Yaxshi bo'ldi. Biz ma'nodan bo'ldi. Aka, chatoq bo'ldi. Ahvol bayqaldi. Nim bo'ldi? Bir narsa bizga yaqinlab kelganda qildi. Qarmishki soqchi boshliq keldi. Qarmishki soqchi boshlig'i, u qandasiga hayot qoladi. Uni yo'qitinglar. Va qaranglar, aviada bir kichik aeroplan bor ekan. Yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Sando, navodi men 3 minut chiqmasam, sen darhol qaytib ket. Xo'p, boshliq. Nayti bir kichik aeroplan ekan-ku. Qarmishki soqchi boshlig'i, sen ko'ranglab ketma. Qandaq admoni berdiganligim ko'rib tur. Yana ko'rishdik. Sen nihoyatkansan. Yerim yo'lda kechish mening uslubim emas. O'tgan qaytam amtun kep qoldi. Bu qaytam taling onda kelmaydi. Orangutan doktor, biz oxiri barobar urushadigan bo'ldik. Bo'ldi, qimirlama. Mening vaqtim pek qimmatli. Eng yaxshisi darhol taslim bo'l. Kichik mushuk, oldirib ko'ranglab ketma. Chatoq. Chashqanchoq, yaxshi qilding. Akam uchun xizmat qilish men uchun sharaf. Vaqt qolmadi aka. Tezlikni nomus qarmishkini joylab o'ting aka. Bu ablaqni maqtab turing. Yana bakyago, kerak yo'q. Men yolg'iz quloqni sizlar qanday yo'qotadiganligimga qarab turinglar. Soqchi boshlig'i, men yordam keldim. Voyay. Shida, men qanday qilaman? Hujum qilamdim. Sendo, hujum qilsam bo'ladi. Biroq hargiz kontrol uyiga osma. Bo'lmasa olam kemasi tushib ketadi. Chatoq bo'ldi. Boshliq xatar ichida qoldi. Men unga yordam qilishim kerak. Odamni bizar qildigan shumtak. Men sizlarni birdan-birda yo'qotmaydigan bo'lsam. Sen birikdan diqqat qil. Shido tekizildimi? Chatoq bo'ldi. Kontrol uyi buzilganda qoladi. Qanaqa qilamiz? Ey, soltak, mening ahvoli qulqim yo'qolib kel tasdiq qildi. Sanchinim tikmaydigan bo'lsam. Atdim. Ogohlantirish. Olam kemasi kontrol uyi ziyonga uchradi. Yo'nalish tashvish buzilib ketdi. Nima? Kontrolni yo'qotdi. Ajab ochig'im keldi. Bu eski mashina akam nimishqa tegishchi urushayotgandi deyman. Sen yaramas orangutan. Hatta bir mushukni joylayamdimi? Bu bog'ini.
ish qilib bu olam kemisimi buzilib to'xtamadi. Sizlar hammanglar endi o'limni kutinglar. O'ylimga yetgan eng oxir qalb qozonchi men yolg'iz quloq bo'lib qoldim. Qadrli yo'lovchilar, sizlarga bir shu xabarni yetkazay. Bu olam kemisini hozir haliqi bir soltak buzg'ashqa kontrolligini yo'qotdi. Sizlarni hech kim qutuldira olmaydi. Endi hammanglar o'lib ketadigan bo'ldinglar. Vech to'g'ri kelsa, elib soltaklar qarmishki soqchi boshqa darajinglar. Men ketdim, keyin ko'rishaylik. Sandodan chanoqchisi bo'lmaydi. Menda qo'rqyapman. Tugashdim. Boqa tevrasini tugashdim. Menda qo'rqyapti. Ular bugun aldash bayram ekanligini bilmamda. Ammasi mening xatoliqim. Qarmushuk soqchi boshlig'i orangutan doktorni mag'lub qilgan taqdirdimi? Biroq olam kemisi kontrolligini yo'qotgachqa biz hammamiz qaytib ketamaymiz. Shida, hozirgi ahvolni menga ma'lum qiling. Boshliq, kontrol uyi buzg'unchilik uchirdi. Olam kemisi qaytolmaydi. Cho'qim boshqa amal bor. Jang aeroplanidagi lazer nurliq bomba odamlik bo'limchini buza oladi. Kontrol bo'limchisi ikkisini ayirib etadi. Bo'lmaydi. Asosiy bilimchini ayirib. Sizning ig'irlik kuchini kontrol qilish qurilmasida zo'r energiya bor. 20% bilan olam kemisini tushib ketishning oldini oladi. Faqat mushu amallar qoldi. Sen de anladingmi? Anladım. Biroq boshliq, men bir qayta mag'lub bo'lgan. Endi mag'lub bo'lsam bo'lmaydi. Biz qanday qilamiz? Bizni qutqizinglar. Ko'pchilik, g'ayrat qilaylik. Qarmushuk soqchi boshlig'i bizni qutuldirishga tirishyapti. Biz bundoq o'zimizni tashlasak bo'lmaydi. Bizda ozroq umid bo'lsa, oxirgacha voz kechmasligimiz kerak. Bizni qo'g'dayotganlarga yolg'iz jang qilmayotganligini bildirib qo'yishimiz kerak. Yaxshi dedilar. G'ayrat qiling. Yaxshi. Sen de o'zingga ishon. Ben qisas olaman. Hech kim mening qisas elish planimni buzman deb ham xiyol qilmasin. O'lgiramidim. Heliqi bilimchini ayirib et. Meni qo'lga olmoqchimi? Sen meni qo'lga olgan bir narsamni yo'qtirib, meni qanday qo'lga olasan? Sen ufturding. Qarmushuk soqchi boshlig'i. Boshliq, men yana kechikib qoldim. Yana sen kelsan-ku. Gullik kalti ishdan kiyib olgan heliqi o'rdek-ku. Sen zodi gullik ishdan kelganga o'shmi yoki uzun paylik kelgangimi? Men o'rdakka hammadan o'ch. O'lisha. Boshliq diqqat qiling. Dada! Boshliq, kechiring. Men yana kechikib qoldim. Bo'ldi gap qilmay qulunni menga ber. Boshliq, siz eng yaxshisi ko'pchilikni qutqizing. Tez qo'limni tut. Sen o'z odamlaringni qutuldiramay turib, boshqalarni qanday qutqizasan? Gullik ishdan keyinimning ko'nglingizga ammon bo'landi. Soqchi boshlig'i, tapanchingiz! Ko'pchilikni qutqizing! Sen de hozirdan foydalanib tutashlig'ini o'zib et. Boshliq, 25 sekund qoldi, men qilolmayman. Vaqt ko'p qolmadi. Sen de o'zingga ishon. Sen de g'ayrat qil. Chilek, hozir eng halqiliq payt keldi. Bizni hozir qila oladigan birdan-bir ishimiz bizni qutuldirayotgan ochiq qahramonga madad berish. Yon telefoninglarni chiqarib, bizning uning bilan birga ekanligimizni bildirib qo'yinglar. Navoda men hayotga qaytib kelsam, men uni cho'qig'uchim qilaman. Siz yolg'iz jang qilyapsiz?
Ko'pchilik, sap bo'lib, qo'mondonligimni anglanglar. Tez bo'linglar, tez. O'ng'a! O'ng'a! So'lga! O'ng'a! So'lga! O'ng'a! So'lga! Sendo, avya qara. Opanglar kel. Yana 15 sekund qoldi. Nishonni qarg'a elib bo'lib, ondan at. Sening orzuying nishonni yaxshi qarg'a elish. O'zingga ishon, botirlik bilan olg'a bos. U sen atgan o'qning markazi, Sendo. Men qila olmayman. Men cho'qim qila olmayman. Men qila oldim. Men g'alaba qildim. Cho'toq bo'ldi, cho'kib ketadigan bo'ldi. Boshliq. Sendo, yaxshi qilding. Endi menga topshir. Xo'p. Oxiri g'alaba qildim. Boshliq, men sizni qutqizib keldim. Sen endi haqiqiy qahramon bo'lding. Bu qanchalik ish? Boshliq, men keldim. Dada, sen tek hayatma. Aha. Ben yaxshi bo'ldi. Boshliq, men yo'g'on orangutanni tutib oldim. Qutqizinglar, men so'zlamayman. Qozam, seni bu yerga hargiz epkamayman. Buva. Qozam, kela qitim seni boshqa joyga iparay, ya. Dada, bugun rostmi oldosh bayrami ekan? Balam, bugungi ishni hargiz opangga dema. Bu ahlar o'tirsidagi maxfiyatlik, ha? Arlar o'tirsidagi maxfiyatlik. Men texayetga men buni do'stlar chambriga chiqarman. Evet, buldum. 32 odam qo'llabdi. Sando! Yaxshi qilding, hamroyim. Ha,
Emro? Sizmi qaldınız qarmishik saqchi boshlig'i? 108 qatimliq hamkorligimiz ko'ngillik bo'lsin. Avvalgi 107 qitimligi nimada mening esimda yo'q. Avvalgi 107 qitimligi nimada mening esimda yo'q. Chunki u degan mening tushimdi. Sendo! Qaltis kelsan. Sen bizni qutqizding. Qutqizib qoldi. O degan mening og'inam. Qaltis qildim. Rahmat sana Sendo. Qaltis yaraysan Sendo. Amaliyotmi yo'q shikar. Mao Sendo! Oppa qarаңа, menga yetish bo'lmadi. Men yana ko'pchilikni qutqizdim. Men darhol qaytib topshiriq ushlay. Mao Sendo! Oppa, men xatolashibdiman. Sendo! Men baxo'sh bo'lib ketdim. Sen mening faxrim. Bayatdan birsi texi sening imzongni qo'yib ber deydi. 100 numar o'g'limdami xush bo'ldingmi? Albatta, chunki mening o'g'lim bir qahramon. Asli sen menga kuch qudrat berding. Asli gapimiz qaysoq, sening orzuing baxatarlikka. Yanala kashf ko'rish bexatar. Yo'q. Chaqchaq qilib qo'ydim, Sendo. Men seni ta'til qo'yib berishga qaror qildim. Ko'pchilikka ish bo'lmag'ini eng yaxshi ish. Nimaga yaxshi? Hamma ish tugadi. Biroq dada saqchi, siz nemishqa har qatim mush ishlarni kiyib paydo bo'lasiz? Kechiring boshliq, ammo eshikdan chiqqanda hatsi oldirab unutib qoldi ekanman. Kelarki qatim diqqat qiling. Ma'qul. Biroq nusxasi bo'ladi ekan. Meningcha bu kiyimim qaltis ko'rinar ekan. Oyey. Doklad boshliq 6-rayonda yolg'iz quloqning izi bayqaldi. Mayli, diqqat qilinglar. 6-rayonga olg'a, yo'lga chiqaylik. Diqqat qiling. Saqchi boshlig'i! Xo'sh!可以提升你，你我快乐坚持里抓到这讯息，你给我们带来了生活安宁。黑猫警长，黑猫警长，森林公益向你致敬，向你致敬，向你致敬。生意，你我快乐坚持里抓到这讯息，你给我们带来了生活安宁。